Bizning ota-onalarimizda bolani ta'limini birinchi o'ringa qo'yishmaydi. Endi hamma deb ayta olmayman. Bor. Bu degani ta'lim birinchi o'rinda emas ular uchun. Oliy toifali ustoz, 32 yillik pedagogik stajga ega, xalq ta'limi a'lochisi. 2017-yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi ko'rik tanlovining geografiya fanidan yil o'qituvchisi g'olibasi bo'lgan, vazir ustamasi sohibasi. Qibray tumanidagi 30-umum ta'lim maktabining geografiya fani o'qituvchisi Hojiboyeva Zuhro Erkinovna bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum ustoz. Ustoz, hozirgi kunda o'qituvchilarning darsga tayyorgarlik ko'rib kelish darajasi qanaqa deb bilasiz? Biz ustozlarni darsga tayyorgarlik ko'rish jarayonini kuzatmaymiz-ku, lekin ularni dars o'tish jarayoni, darsda erishayotgan yutuqlarga qarab turib, darsni qanday tashkil etayotganligiga qarab turib, uni qanday darsga tayyorgarlik ko'rganligini bilib olish mumkin. Yutuqlaridan-a? Yutuqlaridan, shu darsda bolalarning qatnashidan, darsda qanaqa samaradorlikka erishayotganligidan uni darsga tayyorgarlik ko'rganligini bilish mumkin. Hozir ko'p joylarda eshityapmiz, dars taqsimotida muammolar bo'lyapti. Ustozlar dars talashyapti. Shu erishgan yutuqlari dars olishiga qanaqa plus minus taraflari bor? Dars taqsimotida rol o'ynaydimi? O'quvchisi respublika, rayon yutuqlari bo'lsa. Ancha albatta bunga e'tibor berish kerak. Mana rahbarlik kuzatadi, yil davomida o'qituvchini o'sha erishgan yutuqlari, albatta bitta eng yaxshi narsa bor bizda maktabimizda yopiq anonim so'rovnomalar olinadi. Mana shundan ham bilib olsa bo'ladi. O'qituvchilar qanday ish faoliyat yurityapti, qanaqa dars o'tyapti. Albatta shunga qarab rahbarlar ham yaxshi natija ko'rsatayotgan, shunday o'zini ustida ishlayotgan, izlanuvchan ustozlarga dars berishi, chunki bu bolalarni o'tayotgan bolalik davri boshqa qaytib kelmaydi. Unga boshqatdan bu darslarni o'tib bera olmaymiz. O'shaning uchun eng asosiy narsa bolalarni vaqti bekor o'tmasin. Bu narsani orqaga qaytarib bo'lmaydi. Bunday xatolikka yo'l qo'ymaslik kerak. Albatta shularni e'tiborga olib dars taqsimotini qilish kerak deb o'ylayman. Mahoratli ustoz bo'lish uchun qanday faoliyat yuritish kerak deb o'ylaysiz? Mahoratli ustoz bo'lish uchun avvalambor o'zini fanini chuqur bilish kerak. O'z ustida tinmay ishlash kerak. Yangiliklarni doimo o'rganib borish kerak va bolalarni sevish kerak. Bolalarni o'zini farzandidek ko'rish kerak va o'zini kuchli pedagogik mahoratiga ega bo'lish kerak deb o'ylayman. Va fidokor bo'lish kerak. Shu o'zini nima deydi, davlat oldida turgan qanaqangi juda ham katta mas'uliyatli ish unga yuklatilganligini his qilish kerak. Ana shunda u katta yutuqlarga erishadi va fidoyi ustoz bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? O'zingizni fidokor ustozni bilasizmi? Mahoratli ustozni bilasizmi? Endi men o'zimni unaqa deb baholamayman. Menga bahoni o'quvchilar, ustozlar emas, shogirdlarim, o'quvchilarim menga qanaqa baho bersa, o'zim shunaqa deb o'ylayman. Rahmat kattakon. Ustoz Yaponiyada ustozlarning maqomini imperatorlarga tenglar ekan. Bizda kimlarga tenglaydi? Bizning xalqimizda gap bor, ustoz otangdek ulug' degan naql bor. Albatta, men o'zim geografiya darslarida Yaponiya mavzusini o'tganimda, ularga juda ham ko'p ibratli joylar bor. Yaponiyadan o'rganadigan joylarimizda. Yaponiya bironta ham tabiiy resursdan o'zini to'liq ta'minlay olmaydi. Lekin hozir bilasizlar, dunyoda juda katta nufuzga ega bo'lgan, rivojlangan davlat hisoblanadi. Ularni shu darajaga olib chiqqan narsa bu ta'lim sohasi hisoblanadi. Ularni asosan aqli boqadi-da. Va yaponlarning mentalitetida ta'limga bo'lgan hurmat, e'tibor juda ham kuchli. Men o'ylaymanki, shunaqa narsa bizning mentalitetimizda sal kamroq. Bizning ota-onalarimizda bolani ta'limini birinchi o'ringa qo'yishmaydi. Endi hamma deb ayta olmayman. Bor. Arzimagan sabablar bilan bolalarni darsdan javob so'rashi, masalan, to'y hasham deysizlarmi, uyda arzimagan ish chiqib qolsa ham, bu degani ta'lim birinchi o'rinda emas ular uchun. O'shaning uchun bolani ta'lim olishi, tarbiyasini birinchi o'ringa qo'ya olsak, ana o'shanda ham ustozlarning darajasi ko'tariladi deb o'ylayman. Mana shunga qarab bolalar
ustozga baho beradi, ustoz ta'limga o'rnini beradida. Masalan, o'sha bolalarni ta'limga bo'layotgan munosabati, ustozga bo'layotgan munosabatiga qarab, oilada ta'limga bo'lgan munosabatni belgilab olish mumkin. Bilish mumkin, to'g'ri. Ularni bizga qilayotgan muomalasi, e'tiboriga qarab, o'sha oilada ustozga bo'lgan e'tibori, ustozga bo'lgan ta'limni his qilaman men. Lekin juda ham mana shu bolalarni ichida ham, ota-onalarning ichida ham ta'limga bo'lgan e'tibor katta bo'lgan oilalar, bolalar bor, yo'q emas. Lekin hali e'tibor bo'lganlar degandek, o'sha bolalarni bilim olishini birinchi darajaga qo'ymayotgan oilalar ham bor deb o'ylayman. Yo'q emas. O'qituvchilarning ish sharoiti, maoshi, hozirgi kundagi maoshi sizni qoniqtiradimi? Masalan, shaxsan meni olayotgan oyligim qoniqtiradi meni, lekin bunga ham erishish uchun mehnat qilganman, izlanganman. Men ham institut bitirib kelganimda birdan bunaqa oylik olmaganman. O'zim ustidan ishlab, mana oliy toifa olib, milliy sertifikat olib va mana o'quvchilarimning natijalarini ko'rsatib, direktor jamg'armasidan ustamalar olishim natijasida shu oyligim ko'tarildi. Endi oylik qoniqtiradigan oylik olish mumkin. Buning uchun harakat qilish kerak-da. O'z ustida ishlash kerak. Ishlab shu natijaga erishish kerak. Prezidentimiz ham bir gap aytdilar, shu ustozlar bilan bo'lgan yig'ilishda, men hozir qo'l qo'yishim mumkin $1000 ga, lekin shundoqga bermayman. Ustozlar mehnat qilsin, harakat qilib zamon bilan hamnafas bo'lish kerak. Shu tizim yaratildi deb o'ylayman. Mana attestatsiyalar va milliy sertifikatlar va mana 70% ustamalar. Mana bularni olgan ustoz albatta o'zini qoniqtiradigan oylik ola oladi deb o'ylayman. Buning uchun albatta o'zini ustida ishlash kerak va natija ko'rsatish kerak. $1000 olish uchun ancha ish qilish kerak ekan. Albatta, o'shanda pulingizni halollab olsangiz baraka bo'ladi-da, shunda ham. Necha yillik staj bo'ldi siz $1000 olishingiz uchun? Necha yil ketdi ustoz? Masalan, ilgari bizada birinchi ishga kirgan paytim o'sha 90-yillarda men juda ham kam oylik olganman. Mana yaqinda yangi kelgan ustozlar ham aytishadi, oyligimiz kam deb. Biz ham sizlarga o'xshab ishlaganmiz deyman. Lekin hozir ancha sharoitlar yaxshilandi. Birinchidan mana ustozlarga yengillik, o'sha qo'shimcha majburiy mehnatlardan ozod qilinganligi ustozlarni, qo'shimcha ko'pgina qog'ozbozliklardan ozod etilganligi o'zimiz ustimizda ishlashga imkoniyat beradi. Va mana attestatsiya jarayonlari, mana yoshlar kelib hozir bir yilda 2 martalab attestatsiyadan o'tishi mumkin-da. Tez-tez o'zini ustida ishlab, tez-tez ko'tarilishi mumkin. Bizning paytimizda 5 yil kutardik. Va ana shuning uchun bizning ko'tarilishimiz ancha qiyin bo'lgan, lekin hozir unaqa qiyin emas. Mana milliy sertifikatlar bo'lmagan u paytda, bunday ustamalar bo'lmagan. Shuning uchun bizda u payt o'sha davrda bo'lmagan, 90-yillarda bo'lmagan. Lekin hozir bor. Hozir unaqa ko'tarilish uchun unaqa katta vaqt ketmaydi. Harakat qilsa bo'ladi. Olayotgan o'qituvchilarimiz bor $1000. O'shadan bittasi Zuhra opamizmi? O'shalardan bittasi Zuhra opamiz. Ta'lim 360 kanalining asosiy maqsadi ta'lim jarayonlarini har tomonlama to'liq va xolis yoritishdir. Blog orqali yoritish ta'limning ilg'or va ijobiy jihatlarini ko'rsatish bilan birga mavjud muammolarga yechim va taklif qilishni ham o'z oldiga maqsad qiladi.